Bu Alabuğa maxsus iqtisadi zonasındagi Panimatis zavodi birida 2009 yıldan başlap meditsina bitliklerin tügü için material yetiştireler. Bugün Rüstem Minnixanovga zavod produksiya yetiştiru ko'lamin 10 tapqir oyina 600 tonnaga qadar orttira yetkirdiler. Eng muhimi respublikada bitlikka qitliq bo'lmasqa tiyish. Нам маски нужны республике. Давай договорись. Без проблем, Рустам Нуралиевич. У нас вопросов нет. Мы можем и увеличить объемы. В то же время импорт продуктов глубокой переработки пшеницы составляет 32 тысячи тонн. Sonra Rüstem Minnixanov Alabuğa Korporativ Universitetining chiqarilish studentlari proyektlar bilan tanishdi. O'quv yurti 6 yillik o'z eshiklarini ochgan edi. Universitet programmalarining tüp üstünlüğü sanagat obyekt işçiliginde kullanıla turgan bilimler alu. Alabuğa maxsus iqtisadiy zonasi rezidentlari vakillari proyektinde qatnashu. Практически вот лабораторные вещи по химии изучают. Rüstem Minnixanov sistem üzerine de kildi. Ул Sinergiya Industrial Parkı bazasında uyushtirilgan dual sistema bo'yicha o'rta hunariy bilim beru programmalari qissalarında 4 yo'nalishda bilgichlar әзерлиләр. Yarşalda Prezident KAMAZ zavodining JEU sexida koronavirus taraluvini profilaktiklау bo'yicha ko'rila turgan choralar bilan tanisha. Munda da chet ellardan qaytgan xizmatkorlar uchun 14 kunlik karantin kiritilgan. Шулай ук Рустам Миннихановга zavodda filtrli bitliklar, saqlag'ich kostyumlar, ko'zliklar, turkumli teplovizorlar sotib olу ishlari olib borilу турында сөйләделәр. Prezident предприятие xizmatkorlari bilan da aralasha. U koronavirusga qarshi profilaktika choralari nechik uyushtiriluvini so'rashdi. Нормально, да? Prezident KAMAZda profilaktika ishini o'ng'ay bayanadi. Ularning tajribasini boshqa uyushmalarga o'rnak etib qo'ydi. Alabuğa bilan Yarshallidan Ruslan Husaydinov, Yangi Asr kanali. Yoz yaxshi xabarlar olib kela. Yangi Asr kanalında dunyo ko'rgan Жылы izleyjonlar filmin qabat qararga tilaysizmi? Ko'p sonli tomoshachilar so'rovi bo'yicha filmning barliq seriyalarini hozir tnv.ru saytida qararga bo'lar. Respublikaning barliq tüp xabarlarini, topshiriqlarini ham filmlarni eng yaxshi sifatda TNV YouTube kanalida qarag'iz.